Ramazon muborak bo'lsin, birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari berkiladi. Shaytonlar bu oyda bog'lanadi. Unda 1000 oydan afzal bo'lgan bir kecha bor, Qadr kechasi. Man hurima khayroha faqad hurim. Mana shunday muborak oyni xayriyatidan kim mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum bo'ldi. Buni g'animat bilishimiz kerak. G'animat bilishimiz kerak. Keling, niyat qiling, shu Ramazonda xuftondan keyin telefonni o'chirib tashab qo'yaman uyga. Masjidga telefonsiz kelaman. Shunda ro'za aytadi qiyomat kunida: "Ey Robbim, men bu bandangni kunduzi taomidan, shahvatidan man qildim. Meni shafoat qildirgin" deydi. Qur'on deydi: "Uni tunda uyqudan man qildim. Meni unga shafoat qildirgin" deydi. Bas Alloh izn beradi.